U Azim Sirdaryo, u Namanganda boshlanadi. Askent Sirdaryo yoqasida joylashgan bo'lib, hozirgi kunda juda katta qurilish maydoniga aylangan 10 ta ochiq osmon osti muzeylari barpo qilinadi. Bu yerda arxeologik ishlar jadal Hamid Anarboyev arxeologimiz boshchiliklarida direksiya rahbari Anvar Ikrom e'tibor juda katta. Hozirgi kunda Qatar bilan hamkorlikda amalda katta ishlar amalga oshirilyapti va buni amaliy misoli. Noyabr oyida Qatarda qilgan safarimizda O'zbekistonning Dohadagi elchixonasi shaxsan elchimiz Ashraf Xo'jayev ko'magida Qatar Milliy kutubxonasi rahbari Tanqi Yusuf xonim bilan uchrashuv o'tkazdik. Bu uchrashuvda men Askent arxeologik parki, uning tarkibidagi qo'lyozma markazi haqida batafsil ma'lumot berdik va hamkorlikda ishlarni boshlab olishga kelishib oldik. Mana ko'rishingiz mumkin, bu o'sha Aqsidagi markazimiz. Bu yer katta ziyoratgoh, majmua, qo'lyozmalar markazi, muzey bu yerda mavjud. Bugungi kunda Bilolxon Rustam boshchiligida juda ko'p qo'lyozmalar to'plandi. Mana hozir mana shu qo'limizdagi qo'lyozma bir xodim Marg'ilonliga 1295-yilda ko'chirilgan qo'lyozma nusxasi. Ishlar juda katta. Barcha Askentga taklif etib qolamiz do'stlar.